Assalomu alaykum. Yurtimiz va xorijda bo'layotgan muhim voqealar bilan efirda xabarlar, studiyada Hurmatay Nurmatova. Avval bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishib oling. Bozorqo'rg'onda 10 kishi salatdan zaharlanib kasalxonaga tushdi. Hozirda ularning ahvoli qanday? Qirg'izistonda nikoh to'yida ommaviy mushtlashuv bo'ldi. O'shda Moskva davlat universitetining filiali quriladi. Aravonlik bog'bonlar 50 tub xurmodan 2 tonna hosil olishdi. Jalolobod shahrida umumiy ovqatlanish joyini ijaraga olib, undan fohishaxona qatori foydalangan ayol aniqlandi. Bu haqda Jalolobod oblast Ichki ishlar boshqarmasining matbuot xizmati bildirdi. Tintuv vaqtida 8 nafar ayol ishlagani aniqlanib, dalil qatori tegishli buyumlar olindi. Ma'lumotga ko'ra, Jalolobod shahri hududida avval oshxona bo'lgan joyni noma'lum ayol fohishaxona qatori ishlatayotgani bo'yicha ma'lumot tushgan. Guvohlar ishtirokida tintuv olib borilib, bino ichida fohishalik bilan shug'ullanib yurgan 8 nafar ayol aniqlanib, tegishli daliliy ashyolar va pullar topilib, tergov xizmati tomonidan akt tuzilgan. Qo'lga olinganlar orasida o'zbekistonlik ayollar ham bor bo'lgan. Tergov davomida mazkur joyni ishlatayotgan ayol Suzoq rayonining 1972-yili tug'ilgan yashovchisi ekani aniqlandi. Premyer-ministr Muhammadqal'ay Abilg'aziyev Rossiya Federatsiyasining Moskva shahriga bo'lgan ish safari davomida Mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlari hukumat rahbarlari kengashining navbatdagi tor doiradagi yig'inida qatnashdi. Yig'in boshlanishidan avval delegatsiya rahbarlari bilan uchrashuv bo'lgan. So'ngra kengashning kengaytirilgan tarkibidagi yig'ini bo'lib, bir qancha hujjatlar imzolanadi. Yevroosiyo hukumatlararo kengashining yig'ini kun tartibiga 19 ta masala qo'yilgan. Batken rayonidagi Tojikiston qishloqlari bilan chegaradosh Qorabog' qishlog'ida chegarachilar bilan mahalliy yashovchilar uchrashdi. Qo'shni davlatning qishloq yashovchilari bilan qirg'izistonlik qishloq yashovchilari o'rtasida kelishmovchilik ko'p bo'lib, chegarachilar bilan mahalliy xalq o'rtasida ham o'zaro tortishuvlar bo'lmoqda. Uchrashuvda chegarachilar chegaradosh hududda o'zini olib yurish, qo'shni xalq bilan kelishmovchilikka yo'l qo'ymaslikka chaqirishdi. Yashovchilar bilan chegarachilar o'rtasida birdamlikni mustahkamlash maqsadida sport tadbirlari o'tkaziladi. Бұл ачык болуп атат. Элдер дагы өзүнүн каалаган суроолоруна жооп алып атат. Мындай иш-чара боло элек болчу. Азыр эми бул ошол айылдын элдердин активисттеринин күчтөрү менен ошол застава чегарасынын өздөрүнүн кызыкчылыктары менен биздин эл кызыкчылык дал келген үчүн азыр ушул чегарада кантип өздөрүн алып жүрүш керек, кандай учурда кимге кайрылыш керек, анан кайсы жерден официалдуу түрдө өтсө болот, кайсы жерден өтсө незаконный, ошолор боюнча бүт баарына элдерге жакшы түшүндүрүүлөр болуп атат. Oktyabr oyining so'nggi haftasi avtomobil transporti va yo'l xo'jalik xodimlarining kasb bayrami. Shu munosabat bilan bugun O'sh shahrida davlat va munisipal muassasa ishxonalarining haydovchilari shahar rahbariyatining faxriy yorliqlari bilan taqdirlanishdi. Qirg'izistonda rul boshqargan ayol haydovchilar oz. O'sh shahrida yo'lovchi tashib ishlayotgan ayol bilan muxbirimiz tanishtiradi. 46 yoshdagi Nurila Kenjabayevani jamoat transportini boshqarayotganiga 10 yilga yaqinlashib qoldi. Har kuni tong soat 5 dan boshlab yo'lovchilarni manziliga yetkazish uning vazifasi. Ish vaqti tungi soat 9 da tugab, qolgan vaqtini oilasiga bag'ishlaydi. O'z kasbi boshqa bo'lsa ham maxsus haydovchilik kursini tamomlab, shu yerga ishga kelgan. Qahramonimiz hozirda o'z ishidan mamnunligini yashirmadi. O'zim qiziqim bo'ldim. Shaharda қатчылық оқуысына оқығамын. Ошанда аял киши минип кетатканын көрүп, кызыгым ашканда. Ошондон бери эч жок болсо керек деп ойлоп жүрчүмүн. Бар экен окуу жайы, акча топтоп, кондуктор болуп жүрүп, окуу жайын таап алып Бишкекке барып окуп келдим. Nurila Kenjabayeva yo'lovchilarga xushmuomala bo'lishni va transport ichini toza saqlashga harakat qiladi. Ayrimlar yo'l haqini bermay tushib ketsa, keksalar esa duo qilib tushib ketishlarini aytdi. Yo'lni salonni jilib qolmash uchun o'zini qarab, mamilesine qarab, mamileni qilamiz.
Ish vaqtida ba'zan texnik tomondan transportning elektr simlari ishlamay qoladi. Bu vaziyatda uni ta'mirlovchi maxsus mutaxassis yo'q bo'lgani uchun haydovchilar o'zlari ta'mirlashga majbur bo'lishadi. Qahramonimiz bu safar ham ta'mirlash ishlarini o'zi bajardi. Yo'lovchilar esa ayol haydovchilar yo'l qoidasini buzmay diqqat bilan ishlashlarini aytishdi. Жини келбеген, анан айдап баратканда ойдун баардыгын жолго караш керек да, элдин жүргүнчүлөрүнүн немесине карапчы. Эми жакшы эле Кудайга шүгүр. Коопсузданбайбыз, себеби аял киши бул бала тарбиялап, бала өстүргөн эне ар бир элдин коопсуздугун бул ишенимдүү алып кетет го деп ишенебиз. Haydovchilarning kasb bayrami rasmiy turda Qirg'iziston Respublikasi hukumatining 466-sonli qarori bilan 1996-yili qabul qilinib, shu kundan beri har yili nishonlanib kelinadi. Bugun ham O'sh shahrida mazkur kasb egalari unutilmadi. O'z ishini a'lo darajada bajarganlarni shahar hukumati faxriy yorliqlar bilan taqdirladi. To'xtaysiz, ishingizga egilib. Men daha qo'shimcha kete turgan narsa, bilesizlar, O'sh bozorida bugungi kunga cheyin shol bizden transporttorning eskiligi ketganini bardingiz bilasiz. Shol texnikani sotib olganga cheyin chidab ishlaganingizlarga cho'ng rahmat bildiramiz. Ta'kidlab o'tsak, O'sh shahrida aholiga 1200 dan ortiq avtobus va kichik avtobuslar, 26 ta jamoat trolleybuslari xizmat qiladi. O'sh shahrida 2019-yilning 9 oyida yo'lovchilar tashishning barcha turi bo'yicha 19,5 million yo'lovchi o'z manziliga yetkazilgan. Bu yildan yilga jamoat transportlaridan foydalanayotganlarning soni ko'payganini bildiradi. O'shda Moskva davlat universitetining filiali quriladi. Bu fan va ta'lim ministri Qanibek Isaqov bilan Rossiya Federatsiyasining Qirg'izistondagi maxsus va muxtor elchisi Nikolay Udovichenko bilan bo'lgan uchrashuv vaqtida ma'lum bo'ldi. Ministr Lomonosov universitet filialining arxitektura loyihasi bilan tanishtirib, bino qurilishi 1 oy ichida boshlanishini aytdi. Qanibek Isaqov mazkur o'quv yurtida matematika, informatika, geologiya, rus tili va adabiyoti mutaxassisliklari bo'yicha talabalarga bilim berilishini ta'kidladi. Nikolay Udovichenko Qirg'izistonlik talabalar uchun Rossiya universitetlarida berilayotgan kvotani ko'paytirish kerakligini aytib, talabalarni natijasi samarali bo'lgan fakultetlarga yo'naltirishga e'tibor qaratish kerakligini bildirdi. Eslatib o'tsak, Qirg'izistonda Moskva davlat universitetining filialini ochish bahorda Bishkekda o'tgan Rossiya va Qirg'izistonning oliy o'quv yurtlari rektorlari bilan bo'lgan uchrashuvda kelishilgan. Batkenning Ravot qishlog'ida 2 yildan ortiq vaqtdan beri bitmayotgan futbol maydonchasining ishi tugatilib, foydalanishga topshirildi. Bu vaqtgacha qishloq yoshlari 25-30 chaqirim uzoqlikdagi qo'shni qishloqlarga borib, o'yin o'tkazib kelishar edi. Bugungi kunda Ravot qishlog'ida futbol maydonchasi ochilib, yoshlar quvonchda. Umumiy smeta bahosi 2 million so'mdan ortiq bo'lgan mablag' evaziga qurilgan futbol maydonchasiga Aqtatir qishloq hukumati tomonidan 1 million 22 ming, mahalliy xalqdan 164 ming, hukumat vakili esa 25 ming so'm miqdorida yordam qilgan. Yoshlar esa qo'l mehnati bilan bajariladigan ishlarni o'zlari qilishgan. Bizda sport ayanchasi yo'q bo'lib, uzoq yerlarga Samarqandga, Qo'rg'on, shuljoqlarga mashina kira qilib, yo'l kira qilib, yo'lda qancha nimalar bo'lib, qiyinchiliklar bilan o'ynab kelib yurganda bolalar. Bugungi kunda Ravot aylizda shunday bayaq temirchilarning yordamidan sport ayanchasi qurilib o'tadi. Shularga biz Ravot elining atdan roziman. Xudo xolasa bundan buyoqqa o'zimizning yosh bolalardan, o'quvchilardan yaxshi sportchilar, futbolchilar chiqadi degan o'ydamiz. Bu yil O'shning Aravon rayonida xurmoni hosili mo'l bo'ldi. Hozirda bog'bonlar hosil yig'ish bilan band. Masalan, 50 tup xurmo daraxtidan 2 tonnaga yaqin meva terishadi. Bozor narxida 1 kilogramm xurmo 15-20 so'm atrofida sotilmoqda. Hosil yig'ish jarayoniga navbatdagi lavhada guvohi bo'lasiz. Xurmo daraxtining shoxlari egilib, mevalari g'arq pishdi. Gavhar Norqulova hosil yig'ishtirish bilan band. Bungacha xurmoning korolyok degan turini terib sotgan. Barchasi bo'lib, u xurmoning korolyok, limon va shokolad turlarini yetishtiradi. Mana ko'rib turganlar, bu limon. Bu mana foydali taraflari ko'p. Bozorda suyumlik. Yaxshi narx qo'yishib olishadi buni. Yo'qshab ketishadi. Buni sortini ko'paytirishga ko'proq harakat qilamiz biz.
Bog'bon ayolni 50 tup xurmo daraxti bor. O'tgan yili 1 tonnayu 400 kilogrammga yaqin hosil olgan. Joriy yili 2 tonnaga yaqin xurmo olishni rejalashtirmoqda. Sababi har yilgiga solishtirganda ob-havo yaxshi bo'lgani uchun mevalarga kasalliklar tegmagan. Hammani xurmosi yaxshi, qurt tushmadi. Kasallik yo'q. Narxini qo'zlari qo'yishadi, narx qo'yiladi. Dehqon, umuman norozi bo'lmaymiz. Yaxshi narx qo'yiladi biroq. Mana bu yil 20 dan bo'lyapti. 15-20 olinyapti. Karaloglarda 20 dan 25 dan olib ketishdi. Bozorlarda xurmo narxi 15-20 so'mgacha sotilmoqda. Qo'shni davlatlarga ham eksport qilina boshladi. O'tgan yili 46 tonnasi Rossiyaga chiqarilgan. Rossiyaga shu toza sapatdagi xurmolar chiqadi. Shularni toza yashiklarga jo'natamiz. Oktyabrdan boshlaganmiz shu ishni. Dekabrning oxirigacha shularni jo'natamiz. Xurmolarni shu xurmolarni. Alış yo'l ishlarsa bo'ladimi? Alış yo'lga to'g'ri toza xurmolar jamanlar o'zimizga qoladi. Yaxshilarini jo'natamiz. Kачествосiga biz o'zimiz javob beramiz. Aravonda yetishtirilgan xurmo asosan Rossiya va Qozog'istonga eksport qilinadi. Har yili tumandagi 75 gektar maydondagi xurmoning 70% xorijga eksport qilinadi. Xudoy bo'lsa, bu yilda xurmo bo'yicha eksport yaxshi bo'ladi. Sebebi yilda bir firma önümüzdagi xurmolarni olib ketgan bo'lsa, bir hozirgi kunda ikkinchi firmadan paydo bo'ldi, ikkinchi jeki ishgirdan o'sha xurmoni Rossiyaga jo'natish bo'yicha ish olib boradi. Xurmo mehnati oz, hosili mo'l bo'ladigan mevalar turiga kiradi. Shu bilan birga tibbiyotda ham xurmodan keng foydalaniladi. Uni uzoq vaqt saqlash mumkin. Shu sababli dehqonlar uni qishda ham ichki bozorlarda bemalol sotishlari mumkin. Hilola Ashurova, Nurjamol Barg'iboyeva, Beksulton Abiyev, Intimoq. Bugun sizlar uchun tayyorlangan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat. Dam olish kunlaringiz mazmunli o'tsin. Xayr-omon bo'ling.